Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 6 soniga xush keldinglar. Bugun biz yana bir qatam Sharq Turkiston Cumhur Rais G'ulom Osmon apandini ushbu programmaga taklif qilish sharafiga erishdik. Bu programmaga xush keldingiz. G'ulom Osmon apandi. G'ulomkam ovozi. G'ulomkam, anglandimi? Ağız boşuna. Anlandı. Bu programmamıza hoş geldiniz. Anlandı da. Emre'ço, bay yaxşıdı. Endi anlandı mı? Ya ben anlavatım ha. Anlandı. Bizga anlandı. Ben anlavatım, anlavatım. Okey, ma bu. Azırak texnikalik problemden nim qildik. Endi bugun biz G'ulomkamdan nurg'un ishlarni ta'lim olamiz. Odatda biz vatandagi vaqtda shu Xitoylarning ta'lim tarbiyasi uchun oldik hisobda. Lekin haqiqiy ta'lim bugünkidek bo'ladi. G'ulom Usmonkam nurg'un vaqtini, nurg'un zehnini mush haqiqatni ochiq qilishga, mustaqillik yo'liga sarf qilgan. Nurg'un savollarimiz var. Endi G'ulomkamga qo'yiladigan savollar odatda tugamaydi. Lekin shundaqdimi bugun tanlangan savollardan birinchisi endi siyosiyga aralashmaganlik rostilla betaraflikni ko'rsatamdi yoki Xitoyga tashviqotchi bo'lganlik, Xitoyni yoqlaganlikni ko'rsatamdi degan bir savolga javobingizni berib boqmoqchi bo'lsangiz. Bu siyasi aralashmayman, yana birini aralashmayman deydigan bir gap zaman bo'ladi, hamma millatda bo'ladi. Ya'ni haqiqat osonlik tarafda bo'lganda, haqsizlik kuchliklar tarafda bo'lganda bu fursatparast odamlar qanday qiladi? Haqiqatga qarshi holda kuchliklar tarafda turadiganligini ifodalayolmaydi. Shunday bo'lganlikda o'zini betarafga yo'sitadi. Amaliyotda u haqiqat tarafga emas. Kuchliklarning yalaqchisi. Bizdek bir millatda buni izohlashga so'z yetmaydigan darajada pastlik bu. Şərməndilik və numussuzluqni ifadelaydi. Bularning hatta odamligi gumon qo'zg'aydi. Men shuni deb qo'yay. Odamligimi gumon qo'zg'aydi. Yo'qolayotgan bir millatning o'zining millatining da qismatini ko'rib turib, mujundaq atalmış siyosiy rudi bo'lalig'anligi hayvonlikdan boshqa narsa emas. Hatta hayvan desek mi hayvan uval. Çünkü bir kalının köz aldıda yana bir kalını boğuzlusa ağzının böğürep gitadiganligini közüdün yaş koyuldiganligini anladık. Lekin bizdeki insan atalgan bu mahluklar aşı kalıcılık mı emas. Ondan olgandan keyin bunun betarafligi yolg'on. Demek betarafda turib, men Uyg'urlar uchun uni qilyapman, buni qilyapman, hatto maktab ichyapman deganga o'xshash. Uyg'urlarning madaniyatiga undaq to'pib qo'shyapman, bundaq to'pib qo'shyapman deganning o'zimi dal shu, yana shu o'xshashlar hayvonlik kategoriyasiga kirdi degan gapda bu hisobda. Agar sen betaraf tursan, yanalar Xitoyning depini chaqan bo'lsan degan ma'noda bo'ldi-da. Shundaqmi? Yaqin boradi. Bu başka işini kılıvatımen digellik o haqda bir neçe video neşir kıldık mı? Şurada da toxtuldık. Onu kılıvatımen, bunu kılıvatımen diyen o işler
vicdanını paypalash uchun qilgan ishlar. Doğru. Şimdi bizning deyotgan siyosiy degan qanday huquq? İsmat algan her qanday faoliyatni, tashkilotni Uyg'urga yaxshi bo'lgandan bo'ldi-ku deb chapon yapıdı. Amaliyat shundaqmi? Bu savolda ikki mazmun bayqadim. Birisi siyoset deganlar. Buning ergishib kelgan umuman Uyg'urlarga aloqador bo'lgan yoki Uyg'ur degan ismni o'z ichiga olgan faoliyat va tashkilotlarning hammasini qilayotgani Uyg'urlar uchun foydali faoliyatlar hisoblanadi. Mushularga yaqin turganlikmi siyosiyga aralashganlikqa hisob bo'ladi degan mazmunni bayqadim. Shunday. Farqlarni ayırılmaslık bunundaki hata farklarını yani toplardaki fark var. O toplum emmesi faydalı kış kılavatkandık oluşuklarımay farkları var. Mana bu on solunu tahkik etmeslik dökülüdür. Oturdu bir mınç teşkilatlar var. Yenileri devamlı kurulup üntünü çıkmasdan gayip olup durmadı. Bunların mahiyetlik farkları var. Bunların hemmesini siyasi desek bulurdu. Ne için? Max Weber'ın kesip siyaset diye esirdi deyilgende iğrini başkuruşka urunduğun xotunun urunuşlarımı siyasetin bir türü olgaçka bunların hemmesini siyaset. Bu yerde maksat muddaa ahirki nişan qanda. Bunisi mu? Menimce yukarıda sualda köz tutulğunumu muşundaqqa maksat bu deyman. Şunda. Yukarıda iki mazmun hakkında ayrım iki video neşr qilgandim. En az bir yıl, belki 2 yıl olgan bo'lsa kerak. Shulardan biri siyaset degan nima mavzusidir deydi. Esimde qilishchi yana biri tadqiqotchi tashkilotlarning buzg'unchilik roli haqida mavzu qilib, bu mazmun yana boshqa videolarda qayta aytilgan. Qurilish tashkilot yoki tashakküllarning qurilish maqsadi odam mashg'ul qilib turish uchun bo'ladi. Ularning ba'zi foydali ishlari bo'lishi cho'qim. Biroq bugünkidek raqobat kaskin bo'lgan, nurg'un ko'zi ochiq kishilar bo'lgan sharoitda ular ana shunday bir ishlarni qilayotgan bo'lib ko'rinishga majbur bo'lyapti. Yuzini yo'riq qilish, hujumlardan bir az bo'lsin o'zini mudofaa qilish uchun ko'z bo'yashga kerak bo'lgan chumpardi turdagi ishlar. Bu ishlarni xolig'inidan emas, majbur bo'lganidan qilyapti. Agar burunqidek hech kim siyosiy taqdirimiz haqida so'roqlashni xiyoliga keltirmaydi. Bir necha da'vo savdogarga huddiga berib yetibli kari bo'lmaydigan bo'lsa-ku, 90-yillar, 2000-yillar ayshunda bo'lgan bo'lsa-ku, ularning bu tashkilotimi shu burunqidek qurildi. Shu paytda bu ishni unutib qilib, o'zining ishini qilib, yana bir qatimliq qurultaygacha o'tirdi ko'rinmagan bo'ladi. Ammo hozir unda yatalaqlar lanat o'qlarida ko'milib qolgan bo'ldi. Shunga hech bo'lmasa haydigining olti o'chga o'yto'yton olamni oldi degandek ishdan davrini so'ng qilib, o'zini jafokash qilib ko'rsatmasa bo'lmay qoldi. Ularni odam mashg'ul qilish turish maqsadlik dedik. Bu mazmun maxsus videoda sharhlangan bo'lsa-mu, bu yerda yana bir az takrorlashga majbur bo'lyapmiz. Kechiringlar. Bir millat a'zosi bo'lmuş bir odamda cho'qim yo'qolayotgan millat uchun bir ish qilishga yo'shurun mavjud turadi. Tamamen vicdanini ishlab ketgan munofiqlar
indigenuslardan başkalarının hemmesi de bunda kichik istek buludu. Mana şu istek ularni birer xamanga qatilishga undaydi. Maxsus Uyg'urlarni tadqiq qiladigan yuzlarcha mutaxassisi bo'lgan Xitoy istixboroti inson psixikasidagi bundaq intilishni bilmay qolmaydi. Shu ularga vijdonini rohatlantiradigan, men bu ish qilyapman deb o'z-o'zini aldaydigan, vijdonini tasalli topqizadigan biror yo'l sunmasa, ularni kontrol qila olmaydi. Mana shu ehtiyoj uchun bu tashakküllər toplayılan adamlarga mana shu vijdonini gol qiladigan ishlarni uyushtirib sunadi. Maqsad nima? Ularning aniq siyosiy maqsadli tashakküllarga qatnashib rol elishining oldini olish. Ularni bir qo'rg'oqqa to'plab tutib turish. Mana shuning uchun aniq siyosiy maqsaddagi tashakküllarda qabiliyetlik adamlar yok diyor. Bu bolsa davanın süper sapasıga, xalqaradaki itibarıga ağır akıbetler keltirmekte. Qarab baksanız katta ziyalilerimizden kaçını bilirsiniz. Enip kaldı Xitayni düşman deydigan, mustaqillikni ahirki g'oyam deydigan. Bularning hammasi degidek avtonomiyaga rozilik tutumidiki, shundoq tashabbusdiki, Xitaylar bilan hamkorlikka tayyor holatdagi tashkilotlarda yoki shularga tarafdorlik maydonida ekanligini ko'ramiz. Mana shunga qarab, bu tashakküllar, bu to'plar faqat odam mashg'ul qilib tutib turish uchun qurilgan deganga qat'iy ish qilamiz. Rahmat. Evet, aniq javob bo'ldi. Hamda oldin qatamliq suhbatimizda Mamtimin A'lo apandim mustaqilchilarni o'ngchi, avtonomiyachilarni so'lchi deb atadi. Sizningcha bu to'g'rimi? Shundaqla Uyg'ur diasporasidagi tashkilotlar, shaxslar ichida so'lchilar yo'q deyish aqlga muvofiqmi? Buni rad qilishchi o'ng va so'l ayrımısının mustaqilchi yoki avtonomiyachi deganni ayirish uchun ishlatkili olmaydiganligini ilgari suribdi. Ya'ni o'ng va so'l degan so'zni bunga ishlatkili bo'lmasmish. Ya'ni qatib qolgan so'z ma'nosida tushuntirish deganlikdir. Bu bir hamoqatlik yani. Til bir millatning tilidir. Belkim bu bir mutaxassis shaxsdir, olimdir, belkim doktordir. Onu bilmayman. Ama bu til meselesinde bir hamoqat yani. Tilda atalgılarga iste'molchilar tarafidan ma'no yuklanadi. U o'zi bilan ma'no elib tug'ilmaydi u so'z. Bir qancha ma'nisiz tovushlarning guruhi bizning tarafimizdan ma'no yuklangandan keyin tilimizda bir so'z bo'ladi. Masalan, biz bu ikki xil qarash yoki ikki xil yo'lni rang bilan ifoda qilishimiz mumkin. Mustaqilchilar yoki avtonomiyachilarni qarilar va oqlar deyishimiz mumkin. Yoki qizillar va oqlar deyishimiz mumkin. Nima ish bo'lmaydi ekan? Bizning tarafimizdan ma'no yuklanadi. Lekin bu konkret narsa emas. Rang degan konkret. Ko'gil bo'ldigan. Lekin uni ko'gil bo'ldigan narsa emas. Lekin yanalar rang bilan ifoda qilish tamoman mumkin. Til degan mana bunday nima. Tilimizda masalan shayton degan ikki so'z bor. Shayton. Shakldosh qitbeldan bir so'zdek ko'rinsimi tamamen farqli ikki so'z. Biri mutakabbirligi sababidan Alloh dargohidan qo'g'landi bo'lgan maxluq. Shayton. Yana biri tekshilik ölçügücü sayman. Biri yoldan azdırışını yüzüge vaziyet kıygan azgınlıkның biri toğru yol gösterdiğin asbab. Bunun kaysını bulmaydı diyemeyiz.
istimal jarayonida bu so'zlarga ashundoq ma'no yuklangan, qarama-qarshi va shundoq umumlashgan. O'ng va sol siyosiy literaturada maydonga kelgan bu qizillik sol deb atalgan. Bu kishining eslavog'ini mana shu. Nisbatan yumshoq yoki mo'tadil yo'l tutmoqchi bo'lganlar o'ngchi deb atalgan. Lekin buni shu qitib qolgan holatida qoldirish haqida prinsip yo'q. Til degan hamon ma'nolarni. Endi buni Xitoyga moyillar va Xitoyni murassasiz dushman deb qaraydiganlarni ayirishda ishlatsa, qaysi jihatdan xato bo'ladi? Til jihatdanmi yoki siyosiy jihatdanmi? Biz tilni bir millat kollektivi tarafidan kelishib olingan parol deb qarasak, u holda parolni qanday kelishib olsangiz shunday tushuniladi. Kechgan o'ng va solning ishlatilishi birinchi qatimmi emas. Bu söz allaqachon yangi ma'noni o'zida elib mang'alaydigan tunush so'zga aylanib Allah bilan hamkorlikni yoqlug'uchilar umuman Xitoydan ayrilanmaslik tutumidagi kishilar sol deyilayotgani bir necha yil bo'ldi. Endi Uyg'urlar sol yoki nima? Uyg'urlarda sol yo'q. Yoki intayin ostidagi kommunistlar vatan ichida va bir qancha shaxsdan boshqa birmi solchi tashkilot yo'q degan masalaga kelsak, haqiqatan odamni zimni qiladigan, buqini chimlab o'ltiradigan tipdagi xubsan bir tutum. Torlarga tashlangan shuncha faktlar yetishmadimi? Solchi tashkilotlarning o'zini Xitoy davlatining asonliq millati deyotganlar, vatanimizni Xitoy qo'ygan ism bilan atayotganlar, avtonomiya talab qildiganligini yozma dokladlarda tilga olgan solchi bo'lmaydimi? Ularning og'zidagi aldamchi laflari deb qo'yayotgan biz bu mustaqillik deymiz degan hisobmi yoki yozma hujjatlar hisobmi? Bu kadar nomussizlik yeter. Hech bo'lmaganda faktlarga hurmat qilishni bilishmi? Haqqoniyat tuyg'umizning o'lmaganligini isbotlaydi. Xuddi Xitoylardek haqqoniyat tuyg'usidan yo'qsin holda tarafdorlikdanla haqq ko'rishmaydigan nomussizlikni nima desak bo'lar? Yana masalan, ashu aqlashga tirishilayotgan, o'ng qilib ko'rsatilayotgan tarafga mansub ulug'larimizning O'rta Osiyo safarlari nima uchun diqqat qo'zg'amaydi? Hüseyin Cancelil Kanada fuqarosi bo'lgan holda O'zbekistondan tutib ketildi. Lekin ba'zilar qonunan hech Xitoy fuqarosi salohiyatida turib, sog'-salomat qaytib keladi. Bu o'xshamagan salohiyatlarga baho berish uchun aslida tamoman yetib oshgudek sabab. Lekin bizda munofiqlikka bo'lgan inkas tamoman normallashgan bo'lg'achqa, bu ko'pchiligimizning munosabatlarimizni buzishga yetarli emas. Yanılı muamelemiz, münasebetimiz devam kılıyor. Ya ki belki aslında yıldızlarının bir tutaşlıkıdır, şundak olaraktan buluşum mümkün. Doğru. Doğru bir aylan depti, ularni solchilar degicha bilgicha Xitoylar deb atavermem do'q deb. Endi yana bir savol. Yaqinqi dunyo vaziyatining o'zgarishidan ko'ra Yapon va Hindistonlarning Uyg'urlarning kelgusi taqdiriga bo'lgan ta'sirini ijobiy nuqtadan qarash mumkinmi? Hozir ham yig'inma ichilyotdi. Amerikaning Yapon bilan bo'lgan munosabati va Hindiston bilan bo'lgan munosabatni aytib yaxshilanayotdi. Buning bizga bir ijobiy ta'sir bo'ladimi? Hozirgi vaziyat nuqtasidan shuni bir. Albatta bu taraqqiyotlarda ijobiylik ko'rishim mumkin. Lekin yana Hindiston bilan Xitoy munosabatlari normallashdi. O'tganlardagi to'qinishlardan keyin Xitoy Hindiston yana ma'lum anlaşmalarni qilib munosabatlarini normallashtirdi. Endi bu nima uchun bu Amerika bilan bir ittifoqdoshlik
Yani Xitayga qarshi birliksa türüdeki bir ittifaqdaşlık kelişimleri var. Yani Şarkı Janubi Asiyadaki bazı devletler, Avustralya, Yaponiya, Amerika degende, Hindistan. Yana bu Xitay bilen mi bunda kılıdı? Bu kişini azaplaydıgan, kişini məngditip koyduğun bir xil ahval. Qanday olmasın bugünkü dünya vaziyeti çoğun bir özgürüşke hamildir. Bunu hammadan davet ediyor. Körüp iteleydiganlarmı, kulak mullularmı okşaş gepini davet emez. Eçinişlik bu da vatqını Amerika'nın vaziyeti. Eğer Amerika'nın vaziyeti tutanlık, muqim bolgan bolsa, burunqi kudretli, burunqi halatı boyunca. Yaponiya ve Hindistan şununla göre şaşlaraydı. Lekin Amerika'nın ahvali günden günge işençlikini yoktu koyuyordu. Amerika'nın parçalanış ihtimalliğini demokratiyanın yemirilip medeni kulluk devrige avantgard buluş ihtimalliğini tilgelevatkanlar köpüyordu. Mana bu hal Yaponiya ve Hindistan'ı içkilendirmekte. İşenç kıygılı bulmaydıgan bir tarafga tayinip bala seliştin kokuşunu toğru düşürüşkü buludu. Çünkü her devlet özünün menfaatini, özünün bexatarlikini aldın kurulu koyup durup stratejisini belgileydi. Şuna Hindistan Xitay bilen aşkarı düşmanlaşıştın özünü kaçırıp, Xitaylarning milletçilik xoriki, dünya şahmatidagi çoğun oyuncu buluşta büyüklük xorikiga tegadigan siyasetlerden özünü kaçırmakta. Her devlet aşı kütülüvatkan dünyavi çoğun özgürlükler yüz bergende aciz taraf bopkanmaslık, ziyan tartmaslık için tıpırlamakta. Rayon karakterlik sürkülüşlerden yüzünü kaçırıp, imkaniyetin berece tiniç terakki kılış fırsatı kazanış kuyuda yol kılmakta. Bu xuddi pal tushkicha kötek aram aptı degende nayti az ve nayti vakitlik bir teşlik buluşup karamay. Xitay mı şu, Hindistan mı şu. Şunuz enik ki, bunların arasındaki ziddiyet hemen aşkarlandı. Yara eğizlanmaya kalmaydı. Bunu her kişi bilip durur. Bilgenlik için, yani şu yara eğizlagan mezgilde yenilgiçi bolup kalmaslık için mümkün bolgunca köprek kuş toplaşka aldırmakta. Bunun için en küçük erzimez prosetlerimi sal qaramaydigan derecede sezgürlük gidiyordu. Bizning menfaatimiz, kelgüsümüz del bunun eksici bolgan muhitini taqazza qiladi. Yani ular vaqt olsunmu, palto tushkichga tek qaramapti deganchilik nayti qisqa bir tinch davrni arzu qilsimi, lekin bizcha tinchlik emas, urushni, dunyoviy tartibni emas, dunyoviy tartibning umumiyuzlik buzilishini arzu qilamiz. Bizning menfaatimiz buni taqozo qiladi. Bu kun cho'qim keladi. Ammo bek uzoqdimi yoki yaqindimi buni bilmaymiz. Bilmaymiz. Agar şu fursatcha mevcutluğumuzu saklayalısaklar, bu fırsat çoğum keladi. Bu sual cevabı çıktı mı? Ben ya chatnap kettim mi? Ya del bo'ldi. Chunki endi nurg'un odamlar kallasida bu Amerika bularla munosabatini yaxshilagandan keyin cho'qim bizga bir foyda keldi deb bir xil shu foydani kutib turayotgandek turibmiz, lekin biz hozir shiddatli o'zgarayotgan dunyoviy vaziyatni tegini tushunmasak, bu foyda tuyuqsizlar to'pqid oldimizga chiqib qolishi notayin foydasiz degandek buni ikkili tarafi bor, balkim ijobiy, balkim salbiy. Lekin hamon bir kuni keladi, biz shuni tayyor turishimiz kerak degan javob bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi, rahmat. Hamda yana bir savolimizda sizningcha Xitoyning iqtisodiy rasululloh zavolliq yuzlanamdi. Uning hokimiyati-chi? Hozir ham Xitoyning pulimi tuvanlab, iqtisodiy nurg'un bir negativ bir xil nimalar kelyapti hozir xabarlar.
Şuningda ham Xitoy shu iqtisod jihatdan agar yemirilsa, hokimiyatim yemirilamdi bu mumkinmi hozircha degan jiq adam biz umid kutib turyapmiz Xitoyda bir chatoq chiqsin deb shuningga qarata bir javob berib boqamiz. Xitoyning iqtisodiy yemirilish davriga kirganligi so'zlanyapti. Ammo yana bir tarafdan Xitoyning yuani dollarning o'rniga yutayotgan ahvollarmi mavjud. Xitoylar O'rta Sharq neft ishlab chiqaradigan davlatlar bilan qilgan kelishimlarda dollar bilan emas, yuan bilan bu savdoni qiladiganliklarini kutishdi ve bu hal künsürü kengaymoqda ve dollarning obrazi xunuklashyapti. Rossiyami setayotgan energiyasiga Yevropadan rubli bilan to'laydi. Ama shunda dunyoda bir xil o'zining pulini işletiş, dollarni chetga qaqish vaziyati var. Endi bu Xitoy iqtisodining zavallıqqa yüz tutayotganning yana bir yüzi, bu meselenin bir yüzi zavallık olsa, yana bir yüzi bu. Endi hakimiyetga münasebeti meselesi var bir yerde. Endi sualdı ki, bu hakimiyet mi yemirilemdi? İqtisad yemirilse. Her qanday bir güllenişinin zavallık devri buluşu dünyanın yaratılış kanuniyetinde hemiş tekrarlanıp kelayotgan bir hal. Neçe min yıllık dünya tarihi qarasak, güllenişinin çoğun bir zavallık devri var. Ondaqken Xitoy iqtisodining çöküşüge ishonishga bo'ladi. Bu daim güllenishi mümkün emas. Uning cho'qim cho'kadigan davri bo'ladi. Lekin iqtisodning çöküşü, hakimiyetning çöküşünü keltirib chiqarishi qarshi. Bu qarash, ya'ni iqtisod çökse hakimiyet mi çöküdü degan turdagi qarash tamamen g'arbchi fikr endisi bo'lib, demokratik ellarda iqtisod çökken hemen hükümet istifa berishga majbur oldu. Bo'lmasa noroziliklar, isyonlar bosh ko'tardi. Ama diktatör sistemlarda ahvol tamamen boshqacha. İqtisodning joyi ofat yetkazimi, osonliklar hokimiyati o'z maishatlarini davom qilib ketaveradi. Shaxsning yanchiqqa qo'riq bo'lib qolsa-mu, hukumat yana mavjud bo'lib turadi. Bosh ko'targan ishsizliklar, ocharchiliklar mustabid tuzumlardagi xalqlarni ko'chalarga chiqarishga yetmaydi. Buni biz kechmiş hayotda yaşadık. Küçük gülemlik isyonlar chiqishi mumkin, ama bular qonliq bostiriladi. Teşviqat xalqning diqqatini boshqa yoqqa buraydi. Hatta bu bala qazalarning sababchisini hukumat o'zi ko'z tutib turadi xalq. Bu sebepli hergizmi hükümet emas. Qandaqdir ichki tashqi dushmanlar ekanligi talqin qilinib, kishilarni ishontirishga kompaniya boshladi. Xizmat guruhlari kishilarning mensiga hukumatning istikidagi dushmanni qachilaydi. Her qanday shunday ahvolda tuvanga xizmat guruhlari tushadi kommunist sistemda. Onu bilisizlar, chiqinglar. Bu xizmat guruhlari xalqning kallasiga düşman hukmini, hükümetning istagan shaklidagi bir düşmanni qachilaydi. Xalq düşmanni hukumatni deb qarayolmaydi. Ular boshqa bir düşman bilan hukmlantirildi. Kishilarning mutlaq ko'pchiligi bularga ishonishga boshlaydi. Odatdagi xalqlar bunga ishonishga boshlaydi. Nefretning nishoni burib yutiladi. Nayda asandaki kişiler işenmesimi, umumi sosyal atmosferanın besin astida işengende görünüşke mecbur olur. Xalqning milyonlarchasi ochliqdan qirilib ketadigan vaziyatga kelmi, yanada hukumat o'z o'rnida qilaveradi. Mana bu hokimiyatlarning o'xshamaydigan.
Sebebi şu ki, müstabit hakimiyetlerde devlet mexanizmi asasi dikkatini işçilik qaratkan bolup. Hakimiyetinin öktüsülleri, aldanmaydıgan oygaklar, sınıfı təbə kişiler her kaçan küzütün astıda təqibdi olur. Mana şu tabiqə kontrol kılınsılar, xalqның qoludan hiç de mükemmeldi. Çünkü xalq degen bu atalgı bek uluq oluşup qarmay, fikir qilish yaqıdan padag oqtaydiganlıqı nurgun okumuşluqlar tarafı kirleşki ihtiyacı. Teşkilleneligendilam, ondan o korkunçluk telkünge eline alaydı. Teşkillenelmese padag olup kalıyor. Kayakta yiteklise şu yapamaz. Bu yakını komünistler hemmeden yaxşı bilgeçke, en müdehiş afet yıllardı mı? Xalqni baxtiyar xalq ekanligiga azat o şendirip geldi. Komünist sistemin alayidlikleri nazar tutulganda iqtisodning çöküşü, hakimiyetning ag'darilishini keltirib chiqarolmaydi. Albatta, chetning orilishishi, asteroidning tashkillashi, yetaklishi bo'lmaganda. Agar bu fursatni g'animat bilgan ma'lum kuchlar Xitoy xalqini tashkillasa va ularga yetakchilik qilsa, ag'darilishi mumkin. Rahmat. Bu bevosita iqtisod agar yemirilsa, Xitoyning hakimiyati yemirildi deyish u to'g'ri bo'lmaydi ekan. Endi bu hozirgi shunday vaziyatda, bu vaziyat shiddatlan o'zgaryotdi. Biz hech qanday bir narsaga oldirib javob topolmayapmiz. Shunday bir vaziyatda biz endi mush vaziyatga qarata biz qanday bir tayyorlik oldi tursak bo'ldi Uyg'urlar. Bizning oldimizdan boshqalarniki o'xshamaydi. Biz bir irqiy qirg'inchilikda turayotgan, vatanimizni yo'qotib qo'ygan xalq. Qanday bir tayyorlik olib tursak, Uyg'urlar qanday bir uyushsak, qanday bir yo'lnish qarab maqsaq eng to'g'ri bo'ldi. Shunga bir javob bergan bo'lsangiz. Aslida biz o'yg'oq bir xalq bo'lganimizda millatchilik tuyg'ularimiz o'yg'oq, vatan hukmini tushunadigan, mustaqillikning ma'nosini tushunadigan bir xalq bo'lganimizda albatta dunyo vaziyatining o'zgarishlariga qarata xuddi shartsiz refleksdek inkasda bo'la olgan bo'ladi. Hech bo'lmaganda ruhiy tayyorligimiz bo'lgan bo'ladi. Nihoyat afsuski, g'amsizligimiz, parvosizligimiz, olamni to'pan bassa ho'shqimizga kelmaydigan ajoyibligimizdan qaraganda, dunyoning qanday turda o'zgarishidan qat'iy nazar, bizlar mavjud bo'lsak, bugungi holatimizni o'zgartirmaydiganligimizga kuzam yetib turibdi. Bundan ta'kidlab kelayotganimdek, milliy manfaatdan shaxsiy manfaatni taraf yoki o'z topimizning manfaatini ustun qo'yib olish, shaxsiy ziddiyatlarimizni umumiy milliy ziddiyatdan ustun qo'yib olish ro'yimiz shu kelgusidagi o'zgarish zamonlaridami dunyoda nima bo'layotdi, nima emas, asosiy diqqatimizni ichki ziddiyatga qaratishimizni tasavvur qilish hech ta'sir emas. Millatimizning beshig'i kelgan shuncha fojia oldimizda turibdi. Ammo hala can-jahli bilan Xitoylarga ketmay chepayotganlar, kimligi gumonliq shaxslarning buyuk xizmatlari, da'vo cho'lpini ko'rinayotganlarning o'tmishi, ishtonning eg'idagi mehnatlar mana men deb tursimi, tarafdorligimizdan yonmasligimiz haqiqatan kishini umidsizlantirdi. Bu holda qanday tayyorlikda bo'lishimiz keraklik haqidagi o'gitlarmi bek tar bir guruh kishilar uchun qaror qilishi mumkin. Bu intayin osonliklar nima qilishlarini biladigan odamlar. Tabiiyki, har fursatda qurollanishga tayyor turishni bir minutni aqldan nirqinmay. Bizning vaziyatimizdagi har qanday bir millatning tayyorligi mana shunday bo'ldi. Ya'ni en dastlabki birinchi fursatda qurollanish deganni bu kallada tutdi. Bu tayyorlik. Ya'ni biz hozirli bozordan miltiq setib olib uyda un tayyorlab qo'yish mumkin emas.
Ama o fursat bizga aşında o vaqtda nima qilishimizni bilmay garanliq qilsa, o fursat bizni saqlab turmaydi. Yani men deyayotgan bu tayyorlik nayt az bir Türk'üm adamlar üçünlükar keladi dedim. Zaten o adamlar nima qilishini biladim men deb bermasam. Ama qag'allarga bunun hech qanday foydasi yo'q. Qag'allar bugun qanday bo'lsa shu chaqda ash bitib qoladi. Yani yana shu taraf o'zining tarafida turadi bir. O ming dalil bilan o odamni qoyil qilib bo'lmaydi. O tarafning munofiqligiga uni qoyil qilib bo'lmaydi. Hozir torda o kadar yeterli delil bor, o'tirg'i tashlandi, resvasi chiqdi. Agar nomusni biladigan odamlar oldigan bo'lsa, o'zini o'ltirvag'idek darajadir resva. Ashini ko'rib turibmi, ko'rmaslik kelayotgan bir xalq bu. Endi balkim bu burundan mening deb kelayotganimdek diaspora sharoitidagi Uyg'urlarning mutlaq ko'pchiligi sog'lom bo'lmaganligi. Xitoylar bir qo'lliq ishongan odamlarni chiqarganligi uchun uni ko'pchilik bo'lsa kerak. Agar buningdan boshqa izohati bo'lsa, deb baqsa bo'ladi. O kadar dalilni ko'rib turibmi, nima uchun haqiqatga qaytmaydi? Vazifa shu bo'lmagan bo'lsa. Mana bu taraflarni nazarda tutganda biz o'tirib qo'yadigan har qanday bir tayyorlik bu millat uchun keraksizdir. Yani uningdan foydalanish ehtimoli yo'q. Faqat men degan shu osonlik aslidimi biladi buni. Nima qilishini, qanday bir vaziyat kelganda qanday hisob to'g'ri bo'ladi deganni kallasida tutayotgan odamlar. Chunki Xitoydagi bir maraz dushman noroziliklar, tinchlik harakatlari bilan qo'g'lanmaydi. Milyonlagan jonlar bedeliga to'xtaydigan bir sharafli kelajak bizni kutmoqda. Faqat sharafli o'limga bel bog'lay oladigan kishilarimiz bo'lsin. Rahmat. Haqiqatan vatan bedel bilan, o'lim bilan, qon bilan keladi. Bizningki faoliyatchilarimiz Qizil Xitoyning quchog'idan chiqib, Ko'k Xitoyning quchog'iga tushib, ashunda o'yin o'ynatadi, ilmi. Xitoy baribir mustaqillikni bizga bermaydi, o'zimiz olamiz. Shunga bu yo'lni cho'qim qon bilan, jang bilan olamiz. Emniyetde G'ulom Osmon efendim nurg'un kitob yozib, 30 necha roman, nurg'un maqolalarni yozib, videoda nurg'un narsalarni so'zlab, siyosatning nimaligi, bizning qaysi yo'lda menishimiz kerakligi to'g'riliq bizga nurg'un ta'lim tarbiyani berib bo'lgan. Agar mush to'rda ko'rinmanlar G'ulom Osmon Cumhur Rais G'ulom Osmonninki videolarini yana bir qitim ko'rib, bizning ishlayotgan mush programmalarimizni yana bir qitim ko'rsa, nurg'un savollarga javob chiqadi, nurg'un bilimga ega bo'ladi. G'ulom Osmon efendimga, Cumhur Rais G'ulom Osmonga ko'p rahmat. Endi bizningki ko'pchilik yetkazgan bir xushal, bir nihoyatda yaxshi bir xabarimiz bor. Yaponiyadan Guliston Aziz ismli bir jangchimiz kelar qatimliq intervyuga shu programmamizga chiqmoqchi. Bu Guliston Aziz Yaponiyada Uyg'urlarning ovozini Yapon xalqiga anglitishda alohida rol o'ynagan bizning faxrimiz. Mustaqillik yo'lidan qat'iy yenib boqmagan, butun vujudi bilan millatga, vatanga xizmat qilgan Uyg'ur qizi. Kelar qatimliq yakshanba kuni atdigan soat 10da bu Amerika vaqti, bizning vaqtimiz soat 9'da, shanba kuni soat 9'da Yapon vaqti atdigan soat 10'ga to'g'ri keldi. Guliston Aziz xonimninki shu programmada intervyusi bor. Hammamizningki mushunga ko'ngil bo'lishini umid qilamiz. Bugun hamda G'ulom Osmon efendimga yana bir qitim rahmat. Programmamiz bugun mushagichi bo'ldi. Allohga rahmat. Allohga emanet. Rahmat.